Siz bilarsiz aka. Bilmayman to'g'risi. Telefon raqamlariga tusha olmayapmiz, boshqa qilamiz. O'sha kuni so'radingiz, berdik. Xo'p. Voy, tushunmadim dedim. Bormi? Xalat bormi? Qarz bo'lmasa kerak endi banisa degan narsa. Bormi nomeri? Menda yo'q. Yo'q. Aytyapsizmi, sizga aytyapman. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Qo'yganlar 10 yil. Asari joyida emas. Xonada hech kim yo'q. To'g'risi xonalarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Ko'pchilik shoshilinch kelib qolgan bolalarni shu yerda qaraylar ekan. Hozir ishlab ketdimi bilmadik. Biz kelganimizdan keyin mana lift eshikni yopsangiz mo'ridan tushib kelaman. Rahmat opa, charchamang. So'rab bering iltimos. Navro'z opa, birdaniga martda Navro'z opa bo'lib ketasizmi? Hozir Gulchehra opa edingiz. Mayli, kameramiz olmayapti. Endi ismingizdan uyalasizmi? Ko'rdingizmi? Men pamyatim yaxshiroqda Gulchehra opa. Unaqa qilmang opa. Assalomu alaykum, Xalq gapirsin YouTube kanali obunachilari. Biz sizga va'da berganimizdek, o'sha bir hafta ham o'tdi. O'tgan seshanba kuni Oqqo'rg'on tibbiyot birlashmasida bo'ldik va bu yerda Salomat kenayimiz hamda Yodgor akamizni xonadonlarida bo'ldik. Va sizlarga aytmoqchiman, hozir videoni ko'ryapsiz. Endi to'liqroq videoni ko'rishingiz uchun kanalga birgina like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang azizlar. Chunki shuncha videolarimizni, roliklarimizni ko'ryapsiz, lekin obunani haligacha bilmayotganlar bor ekan oramizda. Va sizlarga aytmoqchiman, aziz obunachilarimiz, karta raqamlariga pullar tashladingiz va biz ro'zg'orlik qilib, bugun o'sha pullarni topshiradigan kun mana bir haftadan so'ng bo'ldi. Seshanba kun 1 aprel 2025-yil va bu hozir Oqqo'rg'on tibbiyot birlashmasiga kiramiz-u, ko'pchilik aytayapti, bunchalik shifokorlarni yerga urmang, boshqa qilmang. Men faqat Oqqo'rg'onni nazarga tutganman va bu nazarda olganimizda qanday bo'lgan butun O'zbekistonda deganim yo'qman. Va iltimos kommentariya izoh yozyapsiz, e'tiborliroq bo'lishingizni va bu shifokorlarni ham nomiga dog' tushirmasligingizni. Chunki oppoq xalat kiyish uncha-munchasiga emas. Oppoq xalat kimgadir nasib qiladi, kimgadir nasib qilmaydi. Bu gapim bilan bular oppoq edi, bular yaxshi edi emas. Bugun masalaga oydinlik kiritamiz. Biz ichkariga kirishni boshladik. Azizlar, mana ichkariga kirib oldik. Qabulxona bo'limi va bu yozuvni ham ko'rsatgandim sizlarga. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich so'zma-so'z aytib berishga harakat qilaman. Yurtboshimiz bu shifokorlarga shunday izoh beryapti. Va Sog'liqni saqlash vazirligi hamga tegishli. Bu Sog'liqni saqlash vazirligi qayerlarga qaraydi? Faqat Toshkentga emas. Keling, biz tumanlarga ham, Oqqo'rg'onga, Quyichirchiqqa, aytaylik, mana bizni obunachilarimiz Jizzaxga ham chaqiryapti. Jizzax, Samarqandlarga ham borishingizni va u yerda ham nazoratga olishingizni. Oddiy misol, bir qadim Bo'ka tumanida ham bo'layotgan o'limlar. To'g'ri, boshiga pat tushsa ham o'ladi, inson kimgadir kim sababchi bo'ladi, lekin hammani umri uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Mana prezidentimiz shunday izoh beryapti. Siz, aziz shifokorlar, sizni nomingiz qora edi, siz mana bunaqa edingiz deyishga bizni yo boshqalarning haqqi yo'q, to'g'ri. Kimnidir nafsoniyatiga tegish uchun chiqqanimiz yo'q. Faqat bugun Yodgor akani xonadonida bo'lgan Salomat kenayimni ozgina salomatligi yo'q ekan. O'sha Salomat opamiz deymizmi? Hozir ko'pchilik aytayapti, shifokorlar hali Toshkentdan chiqishdi, hali Samarqanddan chiqishdi, hammani nomiga bunday dog' tushirmang. Yo'q, biz Oqqo'rg'onda shifokorlar qassoblarga aylanmoqda deb yozdik xolos. Endi sizlar qassobmisizlar, yo'qmi? Endi sizlar ishingizni qilyapsiz. Biz jurnalist blogerlar ham ishimizni qilamiz. Ko'p sizlarni kuttirmaymiz-da, biz ichkariga qarab kiramiz azizlar. Bismillah. Tuk. Assalomu alaykum. Ergashev, rahmatulloh aka. Shunaqami? Assalomu alaykum. Doniyor aka kerak edi bizga. Doniyor aka bo'limga chiqib ketgan. Bo'limga chiqib ketgan? Yaxshi. Mana shu binoda? Mana shu binodami yo narigi bo'limdami? Bo'ldi, rahmat. Har doimgidek ana shunaqa. Bu yoqqa chiqib ketgan, bu yoqqa endi shifokorlar nima qilamiz?
Biz qo'llab yurganimiz yo'q, lekin afsuski bizga hech kim topib bermayapti. Shuning uchun ish yurituvchi, balkim ish yurituvchi ham bular 3-etajda. 3-etajdan hozir tushib kelyapman. Ostini qilsinchi so'rab ko'ring. So'rab bering iltimos. Bo'lmaydi. Chunki bu yoq oq xalat. Katta больницада oq xalat yo'qmi? Endi hamma o'ziga Qo'yib, nima qilamiz endi? Bitta xalat shuni tashlab olaylik ustimizga. o'zi haqida qilmoqchisiz. Biz hozir Radomda bo'lamiz, Doniyor akaga aytasiz. Radumda bo'lsangiz ko'rib beramiz. Beradimi? Berdi yo'q. Bo'ldi, tushundim sizni. Rahmat. Rahmat opa, charchamang. Koridorda svet yo'q. Nega unday bo'lyapti bu yerda? Doniyor akani topish chiq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xalq gapirsin YouTube kanali blogeri Davron Ma'murjonov bo'laman. O'tgan seshanba keldik. Kim bugun? Aytaylik, smena deydimi? Nima deydi sizlarda? Yo'q, biz glavrachsiz, sizga aytishni Chaqiring glavrachni. Yo'q, glavrach ruxsat bermasa sizni kirgizamiz. Bo'ldi, kirmayman. Men chaqiring glavrachni. Shu yerda qol. Nimaga? Hozir Doniyor akani ham chaqiryapmiz. Mana shu yerda bir masalaga oydinlik kiritamiz. Glavrach chaqiring bugun. Shunaqa bo'lib qoldimi? Yo, oldindanmi? O'tgan hafta keluvdik biz seshanba kuni. Eshityapsizmi? Sizga aytayapman. Ismi sharifingiz kim? Bilsam bo'ladimi ismi sharifingiz kim? Kutamiz. Kutamiz azizlar, nima qilamiz boshqa? Nimadir paydo bo'lib qoldi, mana shu. Yo'q, oldin ham odamlar kirib yotganda. Qarangda, mana bu eshikda odam kirsa, demak grip kirib ketadi. Mana buni qo'ysa grip kirib ketmaydi. Shunaqa ham stol bo'lsa grip kirib ketmaydi. Mana bu yerda yozib qo'ysa, gripdan saqlaning. Sizlar yozasizlar, rioya qilasizlarmi o'zi? Hozir qo'yib qo'yganingizni ko'rib turibman-da, o'zi ko'zlarim bilan ko'rdim mana shu. Bizga ma'lumot beraman, siz maqtursiz bu yerda. Boring katta odamni chaqirsangiz bo'lmasa. Chaqirib bering iltimos sizdan. Navbatchi doktorlar bo'ladi, ha, to'g'rimi? Navbatchi vrach bo'ladi. Doniyor aka bosh o'sha aytaylik shifokor ekan. Glavvrach deymiz xalq tilida. O'zlari chiqib ma'lumot beradi. Mayli. Hozir mana o'tgan hafta biz seshanba kuni qo'yganimizda bitta narsaga ahamiyat bering. Hamma shifokorlar unaqa emas. Ha, mayli, yuzlaringiz shunaqa yorug' ekan. Men любой joyga chaqiring meni, prokuraturaga chaqiring, hokimiyatga chaqiring, SMBga chaqiring, men boraman-da. Men birovga tuhmat qilish uchun kelganim yo'q, masalaga oydinlik kiritish uchun keldim. Siz ham shifokormisiz? To'g'rimi? Yo, faqat keldi-ketdini yozib o'tirasizmi? Tug'ruq bo'limi deydim men, mana. Tug'ruqxona bo'limi deydim. Nima qilish kerak? O'sha Doniyor akani topolmayman. Keyin bu yerda ana shu bugungi aytaylik ish kunida kimlar bor? Shoir opa endi mayli, balinchida ekan. Doniyor akaga men javob bermayman qattaligiga. Xo'p. Turaman. Yana kim kerak sizga? Menga mana shu kunida bo'lgan jarayon, operatsiya bo'lgan 22-yanvar kuni bo'lgan holat haqida bir oydinlik kiriting masalaga. Chunki shifokorlarni yomonlab ketibsiz, boshqa deyapsiz. Endi bu narsani to'g'risi biz oq holatlaringizga yana bir bor aytaman, dog' tushirish niyatimiz yo'q. Biz ham endi ko'pchiliklaringiz aytdingiz-ku, ozgina bosim qilib siz kasal bo'lmaysizmi, sizning bolalaringiz yo'qmi? Men kasal bo'lib o'lib ketishdan qo'rqmayman-da, faqat meni ota-onam bor boshimda, bolalarim, xotin bola chaqam bor-da. Faqat men shu narsadan qo'rqaman. Hamma keling, o'zimizni ishimizni qilsak-da, siz ham mana shu ish joyida kelib tursangiz, bir gaplashsak. Nima degani endi? Bizga kirish mumkin. Shunda ovqatlanma desa ovqatlanmaymanmi men? Bizga kirish mumkin emas. Siz qayerga kirishingiz mumkin emas? Sizni kirishingiz mumkin emas. Shunaqa deng-da, sizni kiritish nima? Yo'q. Qachon glavrach ruxsat bersa, bizni bo'limimizda Xalat bormi sizlarda? Qabul bo'limi. Tug'ruq bo'limida xalat bormi? Xalat bormi? Bor bo'lganini beramiz. Yo'q. Yashang. Hozir narigi bo'limda aytayapti, xalat beriladi deyapti-da. Xalat, aslan. Hamma operatsiyada doktorlar hozir sizdan gaplashgan vaqti yo'q. Yo'q, hamma operatsiyadan. O'zingizda doktoringiz bor. Xo'p. Baqirmasdan gaplashaylik. Opa, ismingiz kim? Nima qilasiz? Men sizni baqirmasdan gaplashyapmiz. Doktorlarimiz. Xo'p. Ana shunaqa desangiz, men ham tushunaman, opa. O'zi ikkita doktorimiz bor. Xo'p. Aylanib ketayotgan. Yordamchilari bor? Operatsiyada. Yordamchilari bor? Yordamchi yo'q, o'zi ikkita doktor bor. Ikkalasi operatsiyada. Ikkita qilmaydi operatsiyami? Ikkalasi? Sen doktormisan? Yo'q, to'g'ri. Muomala qilib gapiraylik. Ikkita odam hayotda operatsiya qilmaydi, opajon. Kimni loq ko'ryapsiz? Bo'ldi, normal, to'xtab turibman. Ko'rib turibsiz, hozir yana shu kunga kelib qoldikmi, adashmasam. Bu yerda hozir shovqin solmasligimizni iltimos qildi. Albatta shovqin solmaymiz. Bular ovozini baland qilmasa, biz ham ovozimizni baland qilmaymiz. Va hurmatli obunachilar, ko'rib turibsiz, orangizda shifokorlar bordir. Biz yana takror aytishdan uyalmaymiz. Sizlarning nomingizga dog' tushirish niyatimiz yo'q. Va afsuski hozir ikkita doktorlari bor ekan. O'sha ikkita doktor ham operatsiya qilyapti ekan.
Endi yana savolga, yana sarlavhani boshiga keladigan bo'lsak, bir hafta oldingi sarlavhada Oqqo'rg'onda qassob shifokorlar deb yozdik. Oqqo'rg'on degan joyiga ahamiyat berib o'qinglar va izohlarda yozayotganda shifokorlar unaqa edi, shifokorlar bunaqa edi deyishdan oldin sizlar kelib ko'ringlar. Kelasiz, ko'rasiz, shundagina masalaga oydinlik. Mana biz kelyapmiz, Doniyor aka ham yo'q. Birinchidan Doniyor aka shu yerda, lekin kameramizga tushgisi kelmayaptimi yo bitta xonada o'tiribdimi? Qarasak, 3-etajga chiqarishdi, 3-etajdan 2-etajga tushdik, 2-etajdan 1-etaj va tug'ruq bo'limiga keldik. Bu yerda bizni e'tiborimiz tortyapti. Mana shunaqa yozib qo'yasiz, boshqa qilasiz. Shifokorlar haqiqatan ham sizlarga gap bo'lishi mumkin emas. Oqqo'rg'on tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruqxona bo'limida nega shunda bitta stolni qo'yib qo'ysa grip kirib ketmaydimi shunday ichkariga? Hozir biz mana shu yo'lakchadan kelyapmiz, stolchikni qo'yib qo'yapti-da, bizga ovozini baland qilyapti. Endi bizni ovozini baland qilsa, biz ham ovozimizni baland qilamiz azizlar. Bizga Doniyor aka kerak va bugungi mana shu ishga kelgan, smenaga kelgan shifokorlar kerak. Masalaga oydinlik kiritishimiz kerak azizlar. 2025-yil 22-yanvardagi holat, nega kes, nega qassobchilik, o'sha narsani aytmoqchimiz xolos. Va bugun ham ikkita operatsiya bo'layotgan jarayonni, endi to'g'ri biz bu yoqqa kira olmaymiz u narsani, chunki operatsiya bo'lyapti. Kimdir xohlaydi bu narsani, kimdir xohlamaydi. Biz o'zimizga ma'qul ko'rmadik. Biz shifokorlarni haligacha kutyapmiz azizlar. 3 ta tomondan kirish bo'ladigan, kirish chiqish yo'laklari, eshiklarini yopib qo'yapti. Ya'ni yo'laklarda hech kim yo'q. Ichkarida biz ko'ryapmiz stulchiklarini, lekin hozirgina mana yopib ketyapti. Gap o'rnida aytib ketay. Eshikni yopsangiz teshikni yopsangiz mo'ridan tushib kelaman va bugun mana shu masalaga oydinlik kiritmaguncha ketmayman shu yerdan. Shunaqa azizlar, biz hozir bemorimizni oldiga borishdan oldin men sizlarga nima deb demoqchimiz, masalaga oydinlik kiritish uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni va videoni mana shu yergacha ko'rib, bunaqa edi, yana shifokorlarni yomonlayapti ekan. Yo'q, biz shifokorlarni yomonlamayapmiz. Yuzlaringiz bo'lsa, o'sha aytayotgandek, hamma haq bo'ladigan bo'lsa, chiqib kelinglar. Masalan, haq odam hech qachon bu nohaqlikka chidolmaydi. Masalan, meni ustimdan kimdir bir narsa deydigan bo'lsa, men haqmanmi? Nohaqlikka chidolmayman. To'g'risini aytaman, haqqimni talab qilish uchun yoqalarim yirtilib ketgancha urushaman. Mana sizlar ham chiqinglar, mana shu 7 ta odam chiqib, mana shu biz haq edik, boshqa edik denglarda. Nimaga borgan eshigimni yopyapsiz? Gripdan saqlaning. Aytdim men sizlarga, eshikni yopsangiz teshikni yopsangiz mo'ridan tushib boraman. Bugun masalaga oydinlik kiritamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xalq gapirsin YouTube kanali blogeriman. Kirsam maylimi? Yashang. Doniyor akani balkim sizda bordir telefon raqami. Yo'q, menda yo'q ekan bu. Telegram bor lekin. Telegramda qanaqadir raqam. Siz o'zingiz kim bo'lasiz? Uzr, mana shu. Shu yerda terapevt bo'lish. Terapevt bo'lishsiz. Sizni bo'limingizda muammo yo'q-a? Meni bo'limim yo'q. Umuman bo'limingiz yo'q, lekin ish faoliyatingizda muammo yo'q. Muammo yo'q. Endi ish boshladik, xudo xolasa yaxshi. Ismingiz kim edi? Tanishtirasiz. Ahror aka, yaxshi. Doniyor aka o'z telefonlarini ko'taradilar. Doniyor akami? Hech telefon qilib ko'rmagan ekanman. Ko'rmagansiz. Qanchadan beri ishlaysiz bu yerda? 1,5 yil bo'lib qoldi. 1,5 yildan beri aloqa qilmaysizlar. Yo'q. Yig'ilish qilasizlar-ku, lekin har kuni zallarda ko'rishasizlar mana. Yig'ilishga yo'q. Yig'ilish qanaqa yig'ilish bo'ladi? Ertalab soat 8 dami yig'ilish bo'ladi? Yo'q, hamma shifoxonada shunaqa-yu. Sizda yig'ilish bo'lmaydimi? Yig'ilish bo'ladi. Endi biz ekstrenimizku bu yer. Xo'p. Shunga bemorlar keladi. Baribir telefon raqami bo'lmaydi sizlarda. Yo'q, bo'lganda men berardim sizga. Misol uchun menga yashirib nima foyda ziyon. Rahmat sizga, ishingizga rivoj. Ishlaringizga charchamang. Rahmat. Bizda qilmadik, boshqa qilmadik. Doniyor aka yo'q, lekin past tepada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Charchamayapsam, Tanjonlar sog'mi? Xalq gapirsin YouTube kanali. Yashang. Tanjonlar sog'mi? Siz ham ish vazifasida vaqtidasiz, biz ham ish vazifamizni qilyapmiz. Bizga shu bosh shifokor kerak, Doniyor aka. Sizga qanaqadir ma'lumot berdim, hozir to'polon qilyapti. Hammasi yaxshimi? Ish faoliyatingizni yaxshi olib boryapsiz. Tanjonlar sog'mi? Yo'q, hammasi yaxshi. Yo'q, to'sqinlik yo'q. Sizlar bor ekansizlar, hech qanaqa to'sqinlik bo'lmaydi. Bizda ham muammo yo'q sizlarda. Rahmat. Yurtboshimiz sizlarni ishonib qo'yib qo'ygan shifoxonalarga. Yaxshi. Hamma sohani o'zini aytaylik mutaxassislari bor-da. Biz ham aytganday, yurtboshimiz o'sha borib kirib borgan, o'sha ishlamagan hokimni olib chiqqan ko'chaga, shifo aytaylik mana shu tibbiyot bo'limida ham qandaydir muammo bo'lsa olib chiqqin deydi. Yurtboshimiz ko'radi endi buni. Ishlaringizga rivoj, Tanjoningiz sog' bo'lsin. Faqat bitta muammo qiynayapti, Doniyor akani topish iloji bo'lmayapti. Agar
Sizlarda shunaqa vakolat bo'lsa topsak bo'ladimi? Katta bo'lsa muammo yo'q. Chaqirib berishadi. Chaqirib berishlaringizni so'rab qolamiz, a? Bizdan Rahmat. Xo'p. 3-etajda bo'lishi mumkin. Bizda qabulxonada yo'q. Siz bugun navbatchi ekansiz, opajon, Gulchehra opa ismingiz, a? Berkinboyeva Gulchehra. Yashang. Navro'za. Qarang, bizga Doniyor aka kerak, boshqa narsa masala qolmadi. Bu yoqqa ham borib keldik, tug'ruq bo'limiga ham. Boya Doniyor akani chaqirgan edik, bemorlarni ko'rdida, hozir 3-etajga chiqib ketgan edi. Bilmaymiz klavrashning anaqaligini, qayerdaligini. Biz shu yerda kutib turamiz. 3-etajga chiqsangiz, top qolasiz Biz shu yerdan tushib keldik. Mayli, rahmat. Gulchehra opa sog' bo'ling. Liftlar ishlar ekan. Hozir ishlab ketdimi bilmadik. Biz kelganimizdan keyin mana liftda ko'tarilishga qaror qildik. Biz 3-ga, ya'ni 3-qavatga keldik. Ketdik azizlar. Doniyor aka, yana qidiramiz sizni, Doniyor aka. Masalaga oydinlik kiritaylik. Ertaga bizni urishib yurmasin doktorlar. Bu kravatlar nima uchun bu? Qo'yiladimi yo endi keldimi bu kravatlar? Ha? Doniyor aka, assalom. Yana siz Doniyor akani ko'rmadingizmi? Yana. Chiqmadimi? Pirnazarov Doniyor Yunusovich ekan. Uzr. Lotinchada tez o'qiy olmayman, lotinchada. Bunga ham ahamiyat berasizlar. Xonada hech kim yo'q, to'g'risi xonalarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Ko'pchilik bizga aytishim, eshikni ochdingiz lekin ichkarini ko'rsatmadingiz. Mana ichkarini ko'rsatdik. Doniyor aka Yusupovichni Pirnazarov. Afsuski qidiryapmiz haligacha. Chamasi 35 daqiqa bo'ldi. Biz haligacha Doniyor akani izlamoqdamiz. Topib qolarmiz. Shunaqaysizlar. Shoshilinch kelib qolgan bolalarni shu yerda qaraylar ekan. Shunaqaysizlar. Nega akajon, nima bo'ldi? Ayting, bizdan xafamisiz? To'xtang-da akajon, masalaga oydinlik kiriting. Nimaga aka? Aka, Doniyor aka kerak edi. Balkim siz bilarsiz aka. Yo'q, bilmayman to'g'risi. Telefon raqamlariga tusha olmayapmiz, boshqa qilamiz. O'sha kuni so'radingiz, berdik. Xo'p. Bu endi topolmaymizmi endi? Yo'q, endi topsangiz bo'ladi endi. Yo'q, qarang, 3 ga chaqirdi, 3 dan pastga tushdik, 2 ga, mana 1 ga. Nodir aka, sizni ham agar xafa qilgan bo'lsak, bayram kunlari biz sizdan uzr so'raymiz. Ishingizga bugungi kuningiz qanday o'tyapti? Yaxshi. Yaxshimi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Doniyor akani topib bering, Nodir aka. Iloji yo'q. Yo'q. Ha, voy. 10 yil o'qigan bularni bezda qilmanglar. O'qiganlarni bezda. Ha, albatta. Odamlarga yaxshilik qilayin degan maqsadda yuradi. Kechasi 24 soat uxlamaydi. Endi qarangda, hamma shifokor bor ekan, bemorim kasal bo'lsin, bemorim bunaqa bo'lsin demaydi, albatta. Bularni oq xalatlariga biz dog' tushirgimiz kelmayapti. Vaqtini olasiz. Bo'ldi, tushundim sizni. Vaqtini hech kimni vaqtini olmaymiz. Sizni vaqtingizni olmayapmizmi? Yo'q, men yashang. o'qimagan vaqti deb. Qarang, yashang, o'qimagan ekansiz, mayli biz sizga bir narsa demaymiz. Endi bu o'zi shaxsiy hayotingiz. Akajon, Oqqo'rg'on mana shu tibbiyot birlashmasidan nechi qo'ygan bo'lasiz? Bitta qizimiz ham chiqdi-da. Tibbiyot birlashmasini bilmanki, doktorlarga 5. Doktorlarga 5. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi va albatta biz sizlarga nima demoqchimiz? Mana shunaqa fikrlar ham albatta qo'yib boramiz video davomida. Endi sizga aytyapmiz-ku, kimdir boshqacha fikrda, kimdir bunaqa fikrda. Biz hammasini jamlanmasini bugun sizga 20:00 da olib chiqishga harakat qilamiz va xalq gapirsinda ko'rsatyapsiz. Birgina like, obunangizni qizg'anmangizlar. Biz sizga vaqtimizni ketkizib, biz qizg'anmayapmiz. Sizga rahmat va akamiz sizga ham rahmat. Hammangizga nima degan bo'lardik? Biz Sog'liqni saqlash vazirligiga e'tiborliroq bo'lib va bularni 10 yil, 15 yil o'qitib, siz bizga ham ko'p savollar berdi. Sizni ham qizingizni, o'g'lingizni 10 yil, 15 yil o'qitingda shifokor qilib qo'ying. To'g'ri, kimgadir kim sababchi bo'lar, lekin hozir o'limni oldini olish yoki bo'lmasa aytaylik, mana shuni to'g'ri tashxis qo'yish kerak xolos. Shunaqa azizlar. Nega men hokimdan olmagan, vazirdan, deputatdan olmagan narsani sizdan ruxsat olaman? Kimsiz siz? Nima bu? Ro'yxatdan o'tganim. Nima qayerda ro'yxatda o'tgan? Voy, nima endi? Albatta. Blogerman men, blogerman. Qayerda o'qigansiz? Men mana qog'ozda o'qing, qog'ozda o'qing. Diplom bormi? Men sizdan diplom so'ramadim hozir. Nimaga diplom kerak sizga? Nimaga asoslanib? Men ro'yxatdan o'tganman. Meditsina degan diplomim bor, o'shaning uchun mediklar yonimda. Men sizga aytayapman, mana. Nima diplomingiz? Mana diplom. Mana men diplomim. Mana diplom. Menga bunday ikkilaroqli diplom. Men hozir отдел kadrimga chiqaman deb meditsina degan diplomim bor. Endi shu joyga yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich diplom shart emas degan joyga izoh berib keta olasizmi shunchalik aqlli ekansiz?
Ayting. Nimani izoh berishim kerak? Diplom shart emas. Yorgin bolam, chiqqin bolam degan joyiga, ha? Albatta. Agar shu gapni Bugun shu joyini ham qo'yaman. Tan beraman. Ha. Ruxsat degan joyini men Albatta. bilsam tan beraman. Xo'p. Diplom kerak emas hozir. Diplom mutlaqo kerak emas. Kasb kerak. Bugun 20:00 da bu videomizni ko'rishingiz mumkin va Barnopamiz bilan ham gaplashdik. Telefonda boya gaplashdik, Raddom tomonda ko'rdingiz va biz hozir Salomat kenini, ya'ni Salomat opamizni uyiga, Yodgor akamizni uylariga boramiz azizlar. Va bu video kengroq tarqalishi uchun birgina like, kanalga obuna bo'lishni unutmang, boshqalarga ham yuborib qo'ying. Boshqa shifokorlar ham o'rnak olsin. Azizlar, mana biz va'da berdik va bir haftadan so'ng keldik. Bugun 1-aprel 2025-yil, seshanba, haftaning 2-kuni. Biz Oqqo'rg'on tumani, aytaylik, Xo'ja qishlog'iga, Tenglik ko'chasi 50-uyga, xonadonga keldik. Yodgor akamizning xonadoniga va ehsonimiz bor va albatta boya aytdik, karta haqida juda ko'p bahs muzokaralar bo'ldi. Biz mana shu eng oxirgisi, chunki nimaga biz bunaqa narsalarda kartamizni qo'ymaymiz. Chunki o'zlari ham boshida Yodgor akamiz o'zi ham karta qo'ymang degan edi. Lekin biz harakat qildik. 2,5 million pul yig'ilgan. Shuni 1,5 millionini hozir biz bozor qilganmiz. Quychirchiq tumani dehqon bozorida bozor qildik. Ular akalarimizga ham rahmat va Sadir aka do'konda Oqqo'rg'ondan borib mana shu Quychirchiqda, Do'stobodda bozor qiladi. Sadir akamizning do'koniga ham minnatdorchiligimizni bildiramiz va u yerda bozor qilib keldik. Bozor o'chog'imizni endi uyga olib kiramiz. Jarayon bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Nimaga? Chunki ko'p anov bo'ldi-da, siz o'zingiz kartangizni qo'ydingiz, boshqa qildingiz. Bizning kartamizga ko'p ham pul tushmaydi, chunki biz birinchi marta bu narsaga qo'l uryapmiz. Endi kimdirlar yozishi mumkin-da, lekin orada aytib ketay, kimdir 500 ming pitir puli tashadi, 200 ming, 100 ming, 50 ming, yana aytamiz 75 ming, mana shu hamma pullar 2,5 million pul bo'ldi. 2 million 560 ming pul bo'ldi. Biz yetishimiz bilan 2,5 million toza pul bo'ldi. 1,5 milliondan oshiqroq bozor qildik va qilib mana hozir olib keldik xonadoniga, Tenglik ko'chasi 50-uyga. Va Yodgor akamizni oldilariga xonadoniga kiramiz endi. Nima qilamiz? Narsalarni olamiz. Bir chekkadan yog' bo'lsin, sabzi, tuxum, ro'zg'orlikda endi. Guruchlar. Aha. Ehsonni mukofoti ehson deydi. Bismillahirrohmanirrohim. Kim mana shu ehsonda faol qatnashganlar, barchangizga rahmatimizni aytamiz. Hozir olib kiraveringlar. Olib kiravering. Hozir mana kirib keldik xonadoniga. Albatta hammangizga rahmat. Ro'za Ramazon oyida shunchalik mana bir og'iz kichkinagina mehnatimizni yuksak baholaganlaringizga rahmat. Reklama bo'lib qolmasin, mayli bu yog'lar bundoq qilib qo'yamiz. Shunaqa azizlar, hozir biz qolgan narsalarni ham olib kiramiz. Mana shunaqa azizlar. Mana azizlar, bu yerda yana bir narsaga ahamiyat berishingizni so'raymiz. Bolalarni ham, hamda Muhammad Umarni ham unutganimiz yo'q. Bunday nestajin kashalarni ham unutganimiz yo'q. Bu yerda hattoki choylarigacha, hamma narsagacha olib keldik. Qo'limizdan kelganicha harakat qildik va biz harakatimiz sizning harakatingiz bilan yana bir yaxshi bir ishni amalga oshirdik, uddasidan chiqdik deb o'ylaymiz azizlar. Endi biz pul ko'rinishidagi qolgan bozor o'choqlarida ortgan pulini, mana pullarni biz berishga keldik va bu pullarni hozir topshiramiz. O'zlari ham balkim telefonlarga javob bergandir, yo'qdir. Uni hozir bizdan ham ko'p so'radi. Salomat opa kinimizni telefon raqamlarini berdik. Kimda kim ehson qilib kelgandir balkim bu xonadonga. Kimda kim endi qilmoqchidir, lekin kelgan taqdirda ham hech qanday bu safar telefon raqamimizni qo'yamiz, u karta raqamlari qo'yilmaydi. Yodgor akamiz ham shuni so'rab qoldi va Yodgor akamizning hurmatlari bor. Biz karta qo'ymaymiz bu videomizda. Keyingi videolarimizda biz nima demoqchimiz? Biz yana qayerlargadir borishimiz uchun o'sha 5 ming, 10 ming biz katta auditoriyaga ega emasmiz hozircha. Endi 80 ming davonga yaqinlashib qoldik. Endi biz katta bloger emasmiz, ehson qilmaganmiz. Masalan, ehson qiladigan blogerlarga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Bu yerda like, bu yerda jo'natish tugmachasi, bu yerda obuna. Jo'natib qo'ysangiz Shavkatbek Zulfiqorovga,
Ravshan akamizga ko'p mana shunaqa ehsonlar qiladi-yu. Endi Aziz aka estetika umuman gap bo'lishi mumkin emas. Aziz aka bizni kuzatadi. Aziz akalar ko'rib qolsa masalan, ularning jamoasini qo'liga borib tushsa, albatta ular ham kelsa nur ustiga alo nur bo'lardi. Endi biz ichkariga kiramiz. Azizlar, mana keldik. Salomat opamizni, salomat kelinimizni xonadonida yana mehmonmiz, Yodgor akamizni xonadonlarida. Yana manzilda aytib o'tadigan bo'lsak, bugungi sana 2025-yil 1-aprel 20:00 da bu videomiz chiqadi va juda vaqt ozgina qoldi, chunki 2da ro'parosa 14:00 da biz shifoxonaga borgandik. O'sha shifoxonada Doniyor akani naq 2 soat kutdik. Endi bizdan xafa bo'lmasin. Oxirida mana Barno opamiz bilan gaplashdik va Barno opamiz bilan ozgina tortishdik, boshqa qildik. Endi biz bemorimizga keladigan bo'lsak, bundan oldingi videomizda o'sha 1000 AQSh dollari berilganligi va mahalladan, qo'ni-qo'shnilardan ham yordam kelgan ekan va biz sizlarga aytdik, bozor o'choq qildik, qancha pul yig'ildi, o'sha pullarni olib keldik, bitirib pulini beramiz dedik. Mana shu hayit ayyomiga ehsonlar qildi. Shuni jami 2.560.000 bo'ldi. Bu pullarni hammasini mana aytaylik 1.5 milliondan oshiq bozor qildik va Xudo xohlasa qolganini ozgina yetmay qoldi. Biz 1 million qilib, endi kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Mana opajon, bu pulingiz mana shu yerga qo'yamiz. Ko'p yashang. Rahmat sizga va bizdan hech qanday shikoyat, arz yo'qmi? Chunki Yodgor akamiz bilan gaplashdik. Biz kartasini o'zi bergisi kelmadi va bizni kartamizni ko'p muhokama qilishdi-da kimdirlar. Ishonmayroq boshqa qilib, aziz obunachilar, bizni obunachilarimiz hammasi bizga ishonadi. Albatta shuncha ishonib mana 80.000 davonga ham yetib kelib qoldik azizlar. Agar men sizga ishonmasam, siz menga ishonmasangiz, biz nima qilamiz? Bunchalik ter to'kib, peshona ter qilib sizga chiroyli video kontentlar qilishga va bugun mana 1-aprel deyapman, 2025-yil Toshmo'riyada, ya'ni Toshkent dengizida bo'lganimizda bizdan ko'pchilik obunachilarimiz xavotir olibdi. Bu bola tirikmi? Albatta men azizlar tirikman va telefon raqamlarimizni qo'yamiz dedik. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 28 soat o'zim Davron Ma'murjonov ko'taraman telefonni. Karta raqamlarini esa bu videoda qo'ya olmaymiz. Keyingi videolarimiz albatta qo'yamiz. Bu ixtiyoriy karta. Bu pul tashash ixtiyoriy albatta. Kimdir 5.000, kimdir 10.000 bizga joy katta bunaqa pul tashamaydi. Chunki bizning auditoriya faqat muammolarni olib chiqamiz va salkam yechimga kelib qoldik va avgust oyida adashmasam operatsiyalari bo'ladi va bunga biz nima demoqchimiz? Tashqarida ham aytdim, Shavkatbek Zulfiqorov o'sha Ravshan akalarga masalan siz kelishdi, bir uddasidan chiqa olmasangiz, manzilingiz uzoq bo'ladigan bo'lsa, Shavkatbek Zulfiqorovga, Ravshan akaga yuborib qo'ysangiz, ular kelib balkim ko'rar. Ular ham shunaqa bir ehsonlar qiladigan. Bizda endi ehson auditoriyamiz balkim kamligigadir, balkim bu ishni biz hali mutaxassisi bo'lmaganimiz uchun biz faqat muammolarni olib chiqamiz va albatta muammoni ketidan biz albatta nima desak bo'ladi? Men bu yechimlarni ham ko'rsatib, natijalar bilan ham o'rtoqlashamiz azizlar. Endi esa Salomon opa, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz qanday? Yaxshiman, Xudoga shukr. Yaxshi. Biz hozir markaziy shifoxonada bo'ldik. Aytdim, 2 soat Doniyor akani kutdik. Keyin ko'pincha mana shu shifokorlarni yashirishadimikan bir narsa ekanda endi. Hali 3-etajda dedi, hali 2-chi. Xullas, biz aylanib 2 soat vaqt yo'qotib qo'ydik. Bugun 20:00 da bu videomiz chiqish kerak. Soat millari 16:15 ni ko'rsatyapti. Biz harakat qilishimiz kerak tezroq. Xudo xolasa bu videoni olib chiqishga. Endi opajon, bundan keyin patronaj keldimi? Birinchi savolim shu. Kelishdi. O'sha videodan keyin kelishdi. Men o'zi Banisadan chiqqanimda patronaj bilan chiqqan edimda. Keyin kelganimga 2 kun bo'ldi-da, undan keyin kelishmovdi dedim-ku o'tgan safar ham. O'ziga kelib olib, mana 3-4 kunda o'tamiz deb aytgan edi. Kelishdi. Detskiy vrachim ham keldi, doyam ham keldi, patronajlar ham kelib xabar olib ketishdi. Keyin chaqaloqim ham issig'i chiqqan edi, patronaj orqali gaplashib, dori-darmon qildik. Doktor bilan gaplashib, dorilarni berishdi o'zlari. Kimdirni ham ehsoni bor ekan, o'shani ham berishdi, o'sha bolaga dori olasizlar deb telefon qilishdi. Alloh rozi bo'lsin. Oldik. Bugun ham boya ham kelib ketdi, doyam yaxshimisiz deb. Patronajim ham telefon qildi ertalab.
Sog'lig'ingizda Yaxshimisiz deb. kamchiliklar, qanaqadir og'riqlar bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Bor, Bir- og'riq. Og'riq bo'ladi albatta. Bir tomonim boshim tinmay og'riyapti yana. Endi buni Oldingida. avgust oyida dedingizmi hozir operatsiyasi? Avgust oyida 4-chi operatsiyam bo'ladi. 4-chi operatsiya. Sizga sog'lik tilab qolganmiz va avgust oyida Xudo xolasa sog' omon bo'ling. Xuddi shunday shu aytyaptiki, mana shu o'zi yurib kelmagan shifoxonaga. Endi har xil gaplar borda. Bugun shu narsaga nuqta qo'yamiz va bugun chiqazgan videomizda barchasini ochiqchasiga gapiramiz, aytamiz. Barno opamiz, masalan aytaylik, bugun hozir rosa ko'p tortishib qoldik. Bugun chamasi 15 daqiqacha tortishdik u opa bilan. Endi medsestralardan hech qanday shikoyatingiz yo'qmi? Doktorlar, aytaylik, shifokorlardan hech qanday shikoyatingiz yo'qmi? Nima shikoyatingiz bo'lsa aytsangiz, biz telefon qilib bog'lanib ko'ramiz. Shoirapa masalan mendan xabar olgani yo'q. O'zingiz bilan ham gaplashganimizda shu tarafdan men oldimda gaplashdingiz. Xabar olgani yo'q. Endi mayli $1000 olibmiz, o'sha kuni qo'ymagani uchun ham men narkoz 5 marta narkoz oldim. Shuni ta'sirida ham nima deb nima qo'yganimni chamasi bilmaganman-da. Shuni hisobi ham bor menda. O'zi xayolda bir gap turadi, gapira olmayman-da, esimdan chiqib ketish odati rosa shunaqa ko'payib ketyapti hozir. Kunidan masalan ovqat yegan vaqtim ham esimdan chiqib ketdi. Qachon yedim, qachon yo'q, o'shalar ham esimdan chiqib ketyapti. Shuni hisobini ham olib, shunda anavi $1000 olib qo'ydik. Oldik. Endi nima deydi, taklif qilaverdi, ketmadi ham oldimizdan. Iltimos meni tinch qo'yinglar desam ham qo'yishmadi. Men shunaqa man berishim kerak deb turib olgan uchun majbur oldik-da. Buni kim beryapti hozir? Shoirapa. Shoirapa beryapti. Shoirapa hozir endi aytaylik banishinda ekan. Bo'shadi deb aytishyapti. Bo'shadi ham deyishyapti. Endi biz nima degan bo'lardik? Balkim Shoirapani tanishlari ko'rar bu videoni. Endi Shoirapamizga ham endi u ham inson, hozir sog'liqlari bo'yicha ko'zlarini operatsiya qilyapti ekan. Biz boya borganimizda ham aytdik, biz shifokorlarni oq xalatlariga, ularning nomiga dog' tushirish niyatimiz yo'q. Endi mayli, u yoqda bir janjallari bo'ldi, siz kasal bo'lmaysizmi? Sizni bolalaringiz, xotin bola chaqangiz yo'qmi? Men o'zimdan qo'rqmayman, to'g'risi, maqol ham bor, bir boshga bir o'lim, to'g'risi. Faqat farzandlarimdan, oila a'zolarimdan qo'rqaman. Ularni bir narsa qilib qo'ymasin deyman. Men o'zimni o'zim davolab, hozir kasal bo'lishga haqqim yo'q, to'g'risi. O'shaning uchun hozir ko'p bo'ldi shunaqa holat. Endi siz bulardan o'sha pul taklif qildi, bularga hech qanday aytaylik husumatingiz yo bularga ustiga yozadigan bir narsangiz yo'q, to'g'rimi? Dedi gaplarni to'xtatamiz bugun. Shunaqami? Bo'ladimi shunaqa qilsak? Men hozir ulardan talabim, uni Oqqo'rg'on tumanidan hamda pensiya yoshidagi insonlarni pensiyani uyiga chiqarma, ishdan bo'shasa, uni yosh avlod kelyapti, hammasini qilsa demoqchi bo'lganim. Mana Shoirapani ham ko'z operatsiya bo'lyapti deyapmiz. Endi ko'z operatsiya bo'ladigan odam qaytib operatsiyaga kirishi mumkin. To'g'rimi? Ertaga bir men emas, boshqani emas, yana boshqasini ham hayotiga xavf soladigan bir anovlar bo'lib qolmasin. Ham men bo'ldim-da ularga. Endi shu paytda shunaqa bo'lib qoldi. Shunaqa bo'lib qoldi. Men o'z oyog'im bilan bordim-da, faqat qon ketib bordim. O'z oyog'imda bordim. Shuncha operatsiyani boshimdan o'tkazyapman-da. Hech kim bunga javob bermasa, qaysidir anoga talabiga yoki anosiga javob bermaydi. Vijdonan ham o'ylab ko'rish kerak-da u odamlar. Albatta. Endi bizga nima degan bo'lardingiz? Gulchehra opamiz ham o'sha momom deymiz-ku, biz mahallada turadi. Ular ham 80-90 yoshga kirib qolganda. Albatta. Yosh avlodga berish kerak, yoshlarga berish kerak. Bunaqalar sal kamayadi, operatsiyalar yoki nima deydi, tug'ishlar olsa kamayadi. Yana men bir gap eshitdim. Bunga tug'ish mumkin emas deyilgan joyini eshitdim-da. Menga hech qaysi doktor yoki senga hayotingga xavfli degani yo'q. O'zim xohlab masalan tug'dim u bolani. Menga oldir deganlar ham masalan kichkinang 3 ga kirmagan, shuni hisobini olib oldirgin deganda men gunohidan qo'rqaman deb oldirmadim-da. Bu gaplar ham bo'lgan, ha? U gap bo'lgan. Faqat hayotingga xavfli degan joyi yo'q-da. Yoshini inobatga olib, 3 yoshga kirmaganligini inobatga olib, shunaqa deyildi-da menga, o'zimning hayotimga ham, kichkinamga ham.
shunaqa deyildi-da. Bu yoqda yomon gap bo'lgani yo'q-da. Mana u tug'ish mumkin emas, hayotingga xavf soladi degan gaplar bo'lgan emas-da. Rahmat, Salomat opa. Mana aytaylik, Muhammad Umar chiroyli ism tanlagansiz albatta. Ikki payg'ambarimizni ismlari, Xudo xolasa bu yog'iga tan sog'lik, salomatlik, sizga ham mana shu ismingizga monand salomatlik tilaymiz. Bizdan hech qanday ayb o'tmadimi? Yana bir bor so'rab qo'yganimiz yaxshi, chunki men sizga aytayapman, o'tgan safargi videomiz arxivdan joy oladi. Buni o'chirib tashlamaymiz. Faqat bizni o'sha arxivga kirib ko'rishlari mumkin. Hozirgi bugungi chiqadigan videomizni yana takror aytaman. Bugun 20:00 da 2025-yil 1-aprel haftaning 2-kuni biz Oqqo'rg'onda mana shu Xo'ja qishlog'i Tenglik ko'chasi 50-xonadondamiz. Va bu yerga kelib masalaga oydinlik kiritdik. Chunki biz yomon ko'ramiz. Masalan, men boya ham aytdim, shifoxonada agar meni nomimga dog' tushiradigan bo'lsa, men shu joyda masalaga oydinlik kirgizaman va harakat qilaman o'zimni nomimda oqlashga. Va sizlarga ham aytayapman, shifoxonada ko'p ham boya bahslar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Bugun ham 2 ta operatsiya bo'lyapti ekan, to'g'risi. Operatsiya zo'r o'tdi, boshqa qildi deyapti. Endi shu yerda ham bir ko'rishimiz mumkin. Kestilar kamaysa. Endi to'g'ri biz shifokor emasmiz. Kimdirlar aytdi, qizingiz, o'g'lingizni 10 yil, 15 yil o'qiting dedi. Bu sohani tushunmaysiz deb bizga yopishganlar ham bo'ldi. Faqat biz bugun chiroyliroq aytmoqchimiz. Oqqo'rg'on tibbiyot birlashmasiga malakali shifokorlar degan sarlavhada chiqazamiz. Endi bu sarlavhadan ham bilmadim sizlar qanday o'zlaringizga qabul qilasizlar. Biz lekin bugun Oqqo'rg'on tumani markaziy shifoxonada yana ham nomni chiroyliroq o'ylab qarashga harakat qilamiz va qo'yamiz azizlar. Ilohim amin. Sizlarning ham ishlaringizga rivoj bersin, yuzlaringiz yorug' bo'lsin. Meni o'ylab shunchalik qadam bosib kelibsizlar. Xudoyim sizlarni yo'qlab Ka'balariga chaqirib mehmon qilsin. Ilohim ishlaringiz rivojini bersin, yo'llaringiz yorug' bo'lsin. Obunachilaringiz bundan ham ko'p bo'lsin. Amin. Aytganingiz kelsin. Allohu akbar. Sizga rahmat. Tan joningiz sog' bo'lsin, bu yog'iga sog'lik va sizlarga nima demoqchiman? Masalan, ko'p mana shu ehson bera olmay qoldik deganlarga biz yana ham aytdik, ko'chalarni nomigacha aytdik, uylarigacha aytdik. Mana bizning telefon raqamlarimiz, bizga bog'lansangiz, biz kerak bo'lsa o'zimizni vaqtimizdan ayamasdan bu yerga olib kelishga ham so'z beramiz va avgust oylari boshlaridami, o'rtalarida qachon operatsiya? 15dan keyin. 15dan keyin, demak salqin tushish kerak ekanmi? Endi bu yoqqa kun isiydi. Shunga avgust oyida ehsoningizni yig'ib turib, masalan, hayitda ulgura olmadik deb turib, Qurbon hayitga olib qo'ygan ehsoningizni mana shu opamizga ishlatsangiz bo'ladi. Bu ham ixtiyoriy, majburiy emas azizlar. Shuning uchun biz endi chiqib tashqarida yakunlaymiz videomizga. Barchangizga rahmat. Shuncha vaqtingizni olganimiz uchun biz kechirim so'raymiz, aytaylik, uzr so'raymiz. Vaqtingiz qimmat azizlar, obunachilar. Shuni o'ylagan tarzda biz videoni chiroyliroq yakunlab va tezroq mazmunliroq qilishga harakat qildik azizlar. Ilohim menga ehson qilib pul tashab bergan insonlarni hammasiga rahmat. Ko'p yashasin. Menga birni bersa, Allohim mingni bersin ularga. Meni o'ylaganlari uchun rahmat. Amin. Allohu akbar. Yashang. Ana azizlar, Bismillahirrohmanirrohim va kanalimiz rivoji uchun harakat qilganlar va bu ehsonni aytdik-ku, mukofoti ehson dedik. Ehson berganlarga ham rahmat. Mana shundan orqasidan yugurganlarga, yelganlarga, hammasiga 70 ming marta rahmat. O'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va mana ko'chani nomini ham oldik. Tenglik ko'chasi 50-xonadondamiz. Yodgor akaning xonadonida, Yodgor akamiz ham bizga iliq gaplarni gapirib kuzatib bordi. Bu safar kameraga tushishni xohlashmadi. Endi biz aytamiz-ku, majburiy kanal emas va kanalni ko'ryapsiz, birgina like, kanalga obuna bo'lishni unutmang azizlar. Avgust oyidagi bo'ladigan jarrohlik operatsiyasida faol qatnashing yoki bo'lmasa kimlargadir yuborib qo'ying. Bu yerda uzatish tugmachasi boshqa birovlarga ham uzatib qo'ying. An'anaviy gapga qaytishdan oldin yana biz sizlarni qalbingizdan, yuragingizdan joy olgan bo'lsak, xalqning ichidan chiqqan jamoa, doim xalqi uchun labbay deb boradigan jamoa, xalq gapirsin, xalq bilan sog' salomat bo'ling.